Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ahli guruhga aka-ukalar yaxshilarmi, salomatlar yaxshimi? Mana inshaalloh bizlarga nasib qilgan ekan mana shunday Jabbala nurga keldik. Iqro nozil bo'lgan joyda mana shu payg'ambarimizning ikrakka namoz o'qigan joylarga kirib inshaalloh bizlarga nasib qildi. Shunday muqaddas joylar mana shu Jabbala nurda mana inshaalloh shunday muqaddas joylarda duo qilamiz. Albatta mana Tepoy ahlini hammalaringiz, ahli oilalaringiz bilan, farzandlaringiz bilan, ota-onalaringiz bilan, ahli baytlaringiz bilan mana shunday muqaddas joylarni ziyorat qilishda hammamizga nasib aylasin. Xonadonlaringizda tinchlik, totuvlik, fayz va barakot bersin. Hamisha aka-ukaliklarimiz, yor birodarlarimiz bunda da ziyoda bo'lsin. Amin, amin ya Rabbil alamin. Musofirda yurgan aka-ukalarimizda Allohning va'dasi bor. Omonatga xiyonat qilmayman degan va'dalar bor. Shu va'dalarga muvofiq musofirda yurgan aka-ukalar hammalaringiz Allohga omonatsizlar. İşleringizga omad, yana bir bor fayz va barakat bersin. Amin ya Rabbil alamin.